Assalomu alaykum oltin darvozani kuzatuvchilari. Navbatdagi darvozamiz Qirg'iziston Bishkek. Bishkekdan ozgina yo'roqda ekan adreslari. Mana shu darvozamiz xudo xolasa tayyor bo'ldi. Razmeri juda katta, 5 metrdan ziyodroq edi. Bu pechatli darvozamizni 2 qavatli qilib qo'yganmiz. Orasida shumkalari bor. Mana yonida vibralar bor. Lis bir uchli 2 qavatli bo'lgan. Shumkasini sinab ko'ramiz. Deydi montaj qilib urilgan yo'q, живой urilibdi. Bu darvozamizni orqasini atayin videoni uzmasdan ko'rsatamiz. Mana. Pechatli darvozaning haqiqiy originali. Orqa tomonlari ham silliq chiqqan, ikkala tomoni bir xil, %100 bir xil. Senter zamonlar bilan, ruchkalar bilan. Kimga shunaqa sifatli darvozalar kerak bo'lsa, oltin darvozaga aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa ishingni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Muhimi aldov yo'q. Narxini arzon qilib beraman deb zakolat topib qo'yib, yo'qolib bo'lish yo'q. Salomat bo'linglar, o'zingizni ehtiyot qiling.